Termiz davlat pedagogika institutida joriy o'quv yilini muvaffaqiyatli yakunlagan bitiruvchilar uchun tantanali bitiruv oqshomi tashkil etildi. 4 yil davomida ta'lim olgan yoshlar uchun ushbu tadbir talabalik bilan xayrlashib, mustaqil mehnat faoliyatiga qadam qo'yishning unutilmas lahzalariga aylandi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Tantanali kechada bitiruvchilarning quvonchi va hayajoni har bir lahzada yaqqol namoyon bo'ldi. 4 yillik talabalik hayoti ortda qolar ekan, ular ustozlaridan olgan bilim va ko'nikmalarini endi amaliy faoliyatda qo'llashga tayyor ekanliklarini ta'kidlashdi. Yosh pedagoglar uchun bu kun yangi hayot sari tashlangan muhim qadam bo'ldi. Talabalar uchun quvonchli kun, o'sha bakalavr diplomini qo'lga olishadi. Bundan juda ham xursandmiz. Barcha bitiruvchi talabalarni chin dildan tabriklayman. Universitet tomonidan 4+2 ta'lim tizimi joriy etilgan. Bu albatta talabalar uchun yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. O'sha 2 kun davomida maktabga, bog'chalarda ishlash imkoniyati bizda mavjud edi. Bundan oqilona foydalandik. 3-kursdan ish bilan ta'minlandim. 76-sonli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida rus tili fanidan dars o'tib kelyapman. Bugun biz uchun juda ham quvonchli kun. Men 2022-yilda institutga kirganman. Hozirda mana 4 yil bo'ldiki, o'qishni tamomladim va imtiyozli diplomni qo'lga kiritmoqdaman. Men institutimiz rahbariyatiga, o'qituvchilarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Magistraturani ham mana shu institutimiz bilan davom ettirmoqchiman. Bayramona muhitdagi samimiy tabriklar va ezgu tilaklar tadbirga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Qizim Absamat va Mohini rus tili fakultetini 4 yil davomida o'qib, mana shu fakultetni muvaffaqiyatli tugatdi. Barcha ota-onalar nomidan hamma bitiruvchi yoshlarga olg'a yurishini tilab qolaman. Joriy o'quv yilida institutni jami 3515 nafar talaba tamomlamoqda. Shundan 2011 nafari bakalavriat, 1322 nafari sirtqi ta'lim va 182 nafari magistratura bitiruvchilaridir. Quvonarlisi 116 nafar bitiruvchi oliygohni imtiyozli diplom bilan yakunladi. Mana bugun biz uchun eng hayajonli kunlardan biri talabalar bitiruv oqshomida turibmiz. Ushbu fursatdan foydalanib men barcha bitiruvchi talabalarni bitiruv oqshomlari bilan tabriklayman. Ushbu 4 yil davomida biz yangi bilimlar oldik, yangi do'stlar orttirdik. Bu uchun Termiz davlat pedagogika institutiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu institutda o'qiganimdan faxrlanaman. Men Sariyosha tumanidagi 47-sonli umumta'lim maktabida ingliz tili fanidan o'qituvchi bo'lib ishlamoqdaman. Bitiruv oqshomi yosh mutaxassislarga diplom topshirish bilan birga ularni katta hayotga kuzatish tantanasiga aylandi. Endi bu yosh pedagoglar egallagan bilim va salohiyati bilan yurtimiz ta'lim tizimi rivojiga munosib hissa qo'shishi kutilmoqda.